Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC Humoyun kanali. Do'stlar, ancha vaqtdan beri yo'q bo'lib ketdim. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Lekin endi YouTube'ga yangi videolar joylar ekanman. Sizlar bilan birga bo'lishga so'z beraman. Do'stlar, bugungi videomizni Robloxning yangi yilgi Roblox bilan boshlaymiz. Restoranda rivojlanish restoran qani bo'lmasam boshladik. Bu endi ko'p odamlar o'ynagan, shuning uchun men ham o'ynashga qaror qildim. Oldingi narsalarim yo'q, chunki bu men o'ynayotgan narsadan boshqa hozir. Daqiqa. Ovozini past qilib olsak, ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Ko'ryapti, kutib turamiz. 1 minut. Xo'p. Video yozib olinyapti. Xo'sh. Yaxshi eshitilyapti. Do'stlar, web kamerani yoqmoqchi edim, ammo yoqolmadim. Lekin o'ziga narsa yaxshi. Oldingi hech narsam yo'q, meni skinim boshqa narsa, lekin bu albatta yangi anovi, lekin mana shu kanal. Xo'sh, 1 minut do'stlar. Do'stlar, mana videoni ham yoqib oldim. Xo'sh, ana endi bo'lmasam. Xo'sh, birinchi bo'lib yangi narsa ochamiz va buni nomini albatta Black MC oshxonasi deb qo'yamiz. Mazar katta harfda yozgan baribir yaxshi, chunki odam o'ziga Black MC oshxonasi restorani. Mayli, xato yozgan bo'lsam kechiringlar do'stlar, lekin mayli. Xo'sh. Nima bo'lsamiz, bo'lmaydi. Zo'r yaxshi yo'qlayapti. Boshqalarga o'tiraylikchi. Yo'q. Mutlaq to'g'ri kelmaydi bular. Menimcha mana shu ko'zimga yaxshi ko'rindi, shuni olamiz do'stlar. Chunki bu qandaydir bir yaxshidek ko'rindi-da, do'stlar. Kelishimizda nogironlar kelar ekan bu yerga. Aytgan o'yinga yangi qoidalar qo'shilgan, nogironlar keladi. Mayli. Xo'sh, o'zi video olinyaptimi? O'zi. Do'stlar, video olinyapti va biz bu yerda xo'sh. Birinchi navbatda bular stolga o'tirishimiz kerak. O'tiringlar. Men bu o'yinda oldin ham o'ynaganman, lekin u darajada emas shekilli. Mana bu yerda narsa chiqib qol. Aytaman-ku, o'ynaganman oshxona. Xo'p, buildga kiramiz va bu yerda bilaman do'stlar, o'sha paytda tushuntirib beraman. Birinchi navbatda workers, ya'ni ishchilarga kiramiz va workers ishchilar chefs. Oshpazga kirib bitta zakaz qilamiz $200 ga. Mana bu chetda turgan narsa meni pulim, mana bu. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mana shu-da. Xo'sh do'stlar. Endi bulardan menimcha zakaz olishimiz kerak. Zakazni qanday oladi? Bu stolga o'tirishimiz kerak ekan, mayli. Xo'sh, biz stolga o'tiradi. Juda ham tez bo'lyapti. Ba'zida bu qotgan sababi qandaydir nimadirlar bo'lib qolgandek. Xo'sh. Nima zakaz qilar ekan? Bu ikkalasi ham hamburger zakaz qilar ekan. Men ketdim. Menimcha oshpaz o'zi tayyorlamaydi. Oshpazga biz ko'rsatib berishimiz kerak. Xo'p. Eng qulay usul bu yerda, mana bu yerda turib olaman. Mana shu yerda turib yeni bosamiz. Yana erta yeni olamiz. Zakazda albatta, keyin bu yerdan yeni bosamiz. Hammasiga yeyish. Bilmayman nima uchun hammasiga yeyish ishlatiladi. Qanchani o'ng tarafdan bosib, yeni bosib pishiramiz. Endi bulardan zakaz olsak, bunday mana bunday qo'yib yetadi bu yoqda. Chup. O'zbeklarcha. Mana qancha o'ng tarafdan bosing deyapti. 9
soat ertalabki 9. Xo'p. Yaxshi do'stlar, hammasi sirtdagidek ketmoqda. Aha, ekran kattalashtirib ololmayapman. Mana o'zi chekkalarga chiqib turar ekan. Mayli, kuyib ketmasin. Ha, bu o'yinlar oldin ham o'ynaganman. Birdaniga o'ynash bilarkan Humoyun zo'r ekan deb o'rmanglarda. Endigi o'zi bilasizlar, men zo'rman-ku. Do'stlar, men o'z chin qalbimdan sizlarni tabriklab qolmoqchiman. Sababi kanalimizda 124 ta obunachi bo'lib, sizlarga bu uchun kattakon rahmat. Men bir yilmi yo'q. Chunki men o'ziga yarasha sabablari bor video qo'ymayotganimni sizlar juda ham katta bu obunachilar bilan motivatsiyam oshirib yubordinglar. Albatta do'stlar, bizning endi nima bo'lmasin, keyingi maqsad 130 maqsad 6 ta obunachi kerak va bunga erishamiz degan umiddaman. Albatta oldingi kartalar hammasi o'chib ketgan. Bunga alohida o'ziga yarasha sabablar bor. Tushunasizlar-ku degan umiddaman. Men nima olsam o'chib ketavergan, bilmayman nima uchun. Xo'sh. Ular yeb bo'libdi. Menimcha shunday aylanib yurish kerak, chunki yeb yegan kiyimman. Pulamiz va pullarini shilib olamiz. Va bo'ldimi? Kreslolar qayerdan bo'lib? Amayli. Biz bu yo'lga kiramiz va bu yo'ldan devorlar sotib olishdan oldin bularni sotishimiz kerak. Yo'qmaydi. Bunga to'xtatishimiz kerak. Do'stlar, juda men hozir sizlarga yana bu o'yin haqida qisqacha tushunmay o'ynab ko'rganlar bo'lsa kerak oramizda, lekin o'ynamaganlar uchun aytaman. Bu o'yinda biz mana bunday hozir ko'rib turibsiz, restoranda ishlash kerak, pul yig'ish kerak, restoranni kattalashtirish kerak, ikkinchi etajini qilish kerak, har xil narsalar qilish kerak. Va bu yerda albatta missiyalar ham bo'lishi mumkin. Xo'sh, do'sti nogiron ekan, nogiron do'sti bilan ketdim. Do'stlar, men bo'ldi. Aha, endi bulardan talab narsani yozib olamiz, yozib olamiz ikkita. Do'stlar, like bosib, kommentariy yozib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Men ham shunday orqali hamma ishda talash mumkin. Sizlar zakaz bersangiz, bo'ldi. Ikkitasini birdan qo'yibsizlarmi? Qaranglar, men qilaman-ku, bo'ldi. Oshpaz o'zi hal qiladi. Lekin men yana bitta yeni bosib olaman zakaz. Bosib pishiramiz. Birinchi kun menimcha rasmlar tugaydi. Bu kun ham bor. Har kunda bizga narsalar beriladi. Topshini menimcha oshim. Lekin ofisant yo'llashim kerak baribir. Stantishka olishim kerak yani. Yana boshqa narsalar. Olib qo'ydim-ku. Mashinani deb o'tib maqla. Bu yerga. Yevro'sdan bo'larkan. Yevro'sdan bo'larkan o'tiramiz endi shu. Tashqarilarga o'tirmaymiz. Nima olmasdan chiqdim men? Shu video yozib olyapman. Do'stlar, endi bu kompyuterdagi kompyuterdagi mening birinchi videoyim. Bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xo'sh, yaxshi, juda ham yaxshi. Do'stlar, bu birinchi qism bo'lishi mumkin, chunki videom ko'pga cho'zilmaydi. Videoni yapamiz. Do'stlar, keldim, ma'lum bir vaqt o'tib turishga videoni. Ikkinchi kun ham kelibdi va birinchi kunda 7 ta tish. Aytmayman o'zlaringiz. Va bu yerda biz ochishimiz mumkin, albatta drinkka orange